Meni bu yerdan chiqaring. Man robbuka. Robbing kim? Chiqaring meni bu yerdan. Dining nima? Sizlarga yuborilgan kishi kim edi? Qabrda bunday savollarga miya emas, qalb javob beradi. Insonning javoblari uning Alloh nazdidagi maqomiga ko'ra bo'ladi. Agar u Allohni va uning payg'ambarlarini rad etgan bo'lsa, u savollarga javob bera olmaydi. Hatto u musulmon bo'la turib hayoti davomida gunoh bilan yashagan bo'lsa, javob berayotganida tili o'ziga bo'ysunmay qoladi. Ba'zilar uchun bu holat farishtalar bilan oddiy bir suhbatdek o'tadi, ammo boshqalar uchun esa so'roq savol jarayoni og'riqli kechadi. Jahannam eshiklari ochiladi hamda undagi dahshatli holatlar ko'rsatiladi. Qabrning mashaqqatlaridan azob chekishni boshlaydi. Olov tafti va jahannam hidi kelib turadi. Qabri torayib, uni siqa boshlaydi. Shunda qora yuzli bir odam paydo bo'lib, uning qarshisiga keladi va shunday deydi: "Mana shu senga va'da qilingan kundir." Ruh undan qo'rqib so'raydi: "Sen kimsan?" Men sening yomon amallaringman. Olgan sudxo'rliging, qilgan g'iybating, harom narsalarga tashlagan nazaringman. Nega qo'rqyapsan? Axir meni hayoting davomida yaxshi ko'rar eding-ku. Mana bugun men sening qarshingda turibman. Endi Towards Eternity YouTube kanalida o'tkazib yubormang. Hoziroq tomosha qiling.